Odi, biz sizni uramiz. Ey xudo. Shapalaq. Shapalaq. Ay. Teng. Ayam aytaman. Это что, нам? Прям, это не дача, это прям вилла. Мы на болу. Если что. Можно я туда? Вообще. Просто вау. Такой телевизор. Manga yo'qdi. Sizga yo'qmi? Они не искупались? Да. Вот, молодцы. Hammaga assalomu alaykum. Bizda esa bugun dam olish kuni. Demak, biz hammamiz dachaga keldik. Maza qilib bugun dam olamiz hammamiz birgalikda. Va albatta har bitta ayol doim o'ziga dam olishga ruxsat berish kerak. Minimum bir marta yoki 2 marta bir haftada o'ziga dam berish kerak. Bu eng asosiysi sizni hayotingizda aziz ayollarimiz. O'zingizni xursand qilinglar, o'zingizni baxtli qilinglar va albatta dam olinglar. Maza qilib bizga o'xshab. Voy, kaka. Do'stlar, men sizlar bilan bilasizlarmi, kimni tanishtirmoqchiman? Наш эксперт Илья. Он будет сегодня обучать девочек, как я сказала до этого, как вести Инстаграм, как поставить свой бизнес. Вот. Но не точно, но вот как многие же там курсы проводят сейчас и говорят, мы вас научим, как зарабатывать деньги. Это не в нашем случае, у нас чуть-чуть другой, у нас никаких курсов нету. Инстаграм это классная возможность, вы можете быть и блогером, я вот слышу, Боня блогер, да? Да, Бонди хочет быть блогером. Ага. Да. Так, вы можете Клубничку свою клубнику продавать. продавать. Да. Она, кстати, тоже сегодня мне сказала, когда я у нее спросила, как ты поработала с психологом, она мне сказала, вы знаете, я, говорит, много чего, с ней вчера проходила, говорит, но главное, что когда я зашла в Инстаграм, я перестала обращать внимание на негатив и перенаправила свою энергию на то, чтобы как заработать денег, как построить свой бизнес, правильно? Первая строка, она как раз рассказывает, про что мой блог. Не надо бояться, что вы будете вести Инстаграм плохо. Самое главное это начать. Если ты не начнешь, если ты будешь бояться, у тебя так и не получится. Первая сторис в идеале всегда заходить с фото. Сразу же включить камеру, просто выйти вот здесь на балкон, где красивый вид. Baygul Chiroy Temirova har qanday sabab uchun shirin tuhfa buyurtma uchun laykga yozing. Qiling. Съемный kvartirada yashaymiz Xitoylikda, bir kun esa mashinada. Endi sizni gaplaringizga qaraganda o'ylaymanki, sizda nimadir qoladimi o'zi? Qanaqadir mablag' qoladimi yoki hamma narsani rasxodga Qoladi, misol uchun kunlik rasxodimiz 200 ming, 250 mingga mo'ljallanishga harakat qilaman. Chunki ular bilan zavtrak ham ko'chada ovqatlanishlar qimmat tushadi. Shunga o'sha 200 ming, 250 mingga rasxodga ulojitsiya qilishga harakat qilaman. Qolgan narsa yana tovarga pul tikaman. Tovarga pul tikasiz, lekin o'zingiz yoningizda pul qolmaydi. Yo'q. Yana tovar tikaman, yana boraman, yana pul ana qilaman. Оборот qilar ekansiz-da hamma narsani. Misol uchun men kech payt zakaz olaman. Ertalab soat 6-7 da turaman, auktorga boraman. O'zingiz pulingizga sotib olasiz. Keyin o'sha kech paytgacha yana dastavkalarni olib boraman. Odamlardan masalan aytib olmaysizmi? Например, предоплата. Yo'q, предоплата olmayman, chunki aldangan odamlar ko'p. Даже hozir ba'zi bolalar BTS orqali jon ting, keyin yetib kelgandan keyin pulni to'layman. Men ko'p aldanganman deydi. Menga bu narsa nima bo'ldi? Bunaqa vaziyatlar bo'lmagan, uzr gapingizni bo'ldim. Shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Mana qarang. Ras olib kelyapsiz-da, zakaz qilishdi. Masalan, mijoz zakaz qildi. Siz o'sha narsani sotib oldingiz, olib keldingiz, olmayman degan. Yo'q, bo'lgan bo'lmagan. Hamma kulib kutyapti, mehmon ham qilyapti, bolalarga shirinlik berishyapti, mehmonlar berishyapti. Baribir ko'rdinglarmi? Yaxshi insonlar ko'proq, chem yomon insonlar. Bizni o'zbek aqlimizga